Assalomu alaykum. Og'aynilar, birdaram do'konga o'tirib turaman, shu bolalarim do'konim. Shu hozir ular boshqa ish bilan mashg'ul edi. Odam kelib qolsa buzib qo'yishi mumkin, shuning uchun haligi odam yo'qda tez-tez gapirishga harakat qilyapman. O'zbekistonda pivo festivali bo'pti. Shu masalan o'zimdan kelib chiqsam, do'konga desak ham. Do'konga odamlar so'rayapti deb turib, hamma narsani olib kelib sotavergimiz kelmaydi-da. Men harakat qilaman-ku, shu asosan foydali narsalar bo'lsin deb turib. Aqli shu mana muzqaymoq. Mana toy yoz bo'lmagancha olib kelmay turdim. Olib kelganini qo'ymay turdim. Kunlar isib olsin, bolalar yeyishi mumkin, baribir odam kattalar ham yeyishi mumkin. O'zimiz ham yeganmiz, yeymiz ham. Hattoki masalan mana shu kola, fantalarda ham foydasi kamligini bilamiz-ku. Mana doktorlardan so'rang, qancha zararga deydi. Shuni ham ko'p olib kelib sotkim kelmaydi. Shu kamroq baribir do'konda bo'lsin deb olib kelib qo'yamiz. Chunki bo'lmasa, u ham bo'lmasin deb qanday deydi, boshqa narsa ham ketmay qolishi mumkin, kam ketishi mumkin. Biz soliqlarni to'laymiz. Do'konda o'zgarishli xarajatlar bor, yer puli bor, undan tashqari alohida soliqlari bor yana boshqa xizmatlar, xarajatlar bor. Masalan, mana pivoni ham shu reklama qilmasa ham kerak odam oladi. Mana biz sotib ko'ryapmiz-da, mana masalan shu kola, fantalarni bunday reklama qilib yozuvlarga chiroyli qilib rasmlarni qo'ymasak ham kerak odam bitta ikkita oladi baribir. Reklama qilish kerak, mana yaxshi narsalar, mana shirin somsani masalan, aql foydasi bor-ku odamga. Shiringina sho'rvoni reklama qilish mumkin. Masalan, kerakli narsalar, mana issiqqina kiyimlarni reklama qilish mumkin, issiqqina kiyinib yursin deb turib. Pivoni reklama qilish shart emas-da. Pivoni mana bizda mana vazirliklar bor-ku, mana Mudofaa vazirligi ishini qilyapti, Xudoga shukr. Davlat himoya qilyapti. Qishloq xo'jaligi vazirligi ular ham ishini qilyapti. Qishloq xo'jaligida ekinlar yetishtiryapti, mana bug'doylar yetishtiryapti, dalalar to'lab ekinlar. Sog'liqni saqlash vazirligi masalan mana shu pivoga bo'lishi mumkin emas deb turib bir qarshiliklar qilishi mumkinmi? Qildimi ekan hamma. Buni doktorlardan ham so'raganingizda ham pivoni foydasidan zarari ko'proq. Men masalan o'zim pivo ham ichgan odamman, lekin chunki baribir ichgan odam biladi bir narsani. Foydasi qanchaligini, zarari qanchaligini. Shu bildiki foydasidan zarari ko'proq. Shuning uchun kam iste'mol qilamiz yoki ichmaymiz ham masalan. Shunga bu dinimizga ham to'g'ri kelmaydi deyshadi masalan. Xo'p, shunga men o'zim to'g'rimda gapiradigan bo'lsam, foydasi yo'q narsalar reklama qilmaslik kerak. Mana sigaret bizlar sotmaymiz sigaret. Sigaretga yozib qo'yibdi-ku, qanday sog'liqqa zarar deb, qanaqangi yomon rasmlarni qo'yib qo'yadi. Rak bo'lib ketgan, tili chirib ketgidek, o'pkasi chirib ketgidek rasmlarni qo'yadi. Baribir chakadigan odam bitta ikkita olib chakar ekan. Shu pivoni ham shu ichadigan odam bitta ikkita ichar, mayli, ichaversin masalan. Lekin uni reklama qilish yaxshi emas-da. Bizning xalqimizda bir noto'g'riroq odat bor deb o'ylayman-da. Haligi mana davlat chiqarib qo'yibdi-ku deb ichiladi yoki mana davlat o'zi reklama qilib yopdi-ku deb ichiladi. Ota-onalar, akalar, ukalarga bir nasihat qilaman desa, mana bayram qilib yopti, militsiyalar qo'riqlab o'tiribdi, olinglar deyapti. Davlat qilganini qilyapmiz ham deb qo'yadi xalqimizda. Ayniqsa bunga mana yosh bolalar borib, o'yin kulgilarga qiziqib, boshqa qilib, ketin shu pivoni ichib shunday odamlar maza qilib yurayotgan deb ular ham qiziqishi mumkin. Pivoni o'zi masalan bunday qaraganimizda foydasi qanaqa? Uni yaqday sotiladi. Yaqday narsa organizmga yaxshi emas. Doktorlardan so'rangizlar. Organizm 36-37 gradus bo'ladi. Hatto suvni, mana men suv olib o'tiribman. Suvni ham issig'ini ichsa organizmga yaxshi. Uniki ham shunaqangi hozir. Suv ichdimi? Hozirroq chalg'itdi-da, mana o'chirmayapti. Shunday ham hatto suvni ham mana issig'ini ichsak organizmga juda yaxshi foydasi bor. Ko'proq ichsak yana ham yaxshi foydasi bor. Ovqatda oltin ichaman men asosan. Keyin har 3 marta ovqatda oltin ham ichaman, 2 marta ovqat yeyman o'zi asosan. Ana shu foydasi bor. Bu pivo yaqday pivoni ichiladi, organizmni kasal qiladi. O'zbekistonga sog'lom xalq kerakmi? Sog'lom fuqarolar kerakmi? Sog'lom fuqarolar kerak bo'lsa, unaqangi pivo festivallarini qilish foydasi yaxshi emas-ku. Chet elliklar kelib turistlikdan foydalanmasa, ular ham o'zinikini ko'rib ketaveradi. Ular ham aqli bor odam keladi, puli bor odamda aqli bor bo'ladi. Shu ichimlik ichib yurgan haligi qayerdan keladi bu yoqqa
o'zini uyini topolmayotgan bo'lishi mumkin. Buni shu yaxshi madaniyatli odamlari dam olib yurish uchun kelgan odamlar, ular shu 50 ta 100 tani olsa olaveradi har qanday yo'ldan ham. Xullas shu pivalarni reklama qilmaslik kerak deyman. Kimdi shu piva zavodi direktori, katta ishda ishlaydiganlar hamsiyasi bo'lsa, shular piva ichib mos bo'lib yurganini ko'rasizlarmi? Men shular ko'rmaganman-da. Chunki shu ko'pincha bir xil mahsulotlarni o'zlari chiqaradi, lekin o'zlari iste'mol qilmaydi. Shu yaxshi emas deydi tarkibini. Shu bittasi bir arzon kolbasa zavodga ishlagan ekan, shundan keyin kolbasa yemayman deydi. Bir qanaqangi go'shtlar solinadi deydi. Shunga o'xshab pivalarga ham qanaqangi foydasi yaxshi yomonligini piva zavodi direktorlari bilishi mumkin. Shularni shu xo'jayinlar hamsiyalar ko'rganmi shular piva ichib postoyanni bolalarga piva berganliklarini yoki to'ylarga rosa pivani qo'yganlarini, tug'ilgan kunlarda rosa piva xo'rlik qilganliklarini. Shular ham menimcha biladi, chunki ishlab chiqaradigan odam bitta yukni ishlab chiqarishdan oldin juda yaxshi o'rganib ketadi. Qanday organizmga sog'liqqa foydasi bormi, ziyoni bormi? Yo'liga faqat pul topish uchun ishlab chiqarsa kerak deb o'ylayman. Shu odamlarga bir noto'g'ri kayfiyat berib yoki umrini qisqartirib foyda topish yaxshi emas-da. Unaqa pullar bor pulni ham olib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun bir yaxshi narsani, mana guruch olib kelib sotish mumkin masalan. Bug'doy olib kelib soting masalanda, shu odamlarga foydasi bor narsalardan. Asosan shunaqangi. Jonmayapti bu. Xo'p, yana bir kishi bizda. Xo'p, mana shunga sigaretni mumkin emas chakish deydi haqiqatan. Aqli bor odam yoki tushunchasi bor odam kam chakadi yoki chakmaslikka harakat qiladi. Pivaga ham yozib qo'yibdi-ku, me'yordan ortiq iste'mol qilish organlarimizga zarar qiladi deb turadi. Shularni shunday ekan, xuddi qarshisini qilishga o'xshayapti-da bu. Mana ekologiya qo'mitasi bitta daraxtni kessa qanday janjal qiladi. To'g'ri, juda yaxshi qilishadi. Nimaga Sog'liqni saqlash vazirligi shunday pivalarni bayramini qilyapti? Birontasi bir chiqish qildimi, shu noto'g'ri ishlar qilindi deb turib bir jarimalar qilish kerak degan bir yozuvlar chiqardimi? Qanaqasiga bunday? Mana shular haqida fikrlaringizni yozingizlar. Doktorlar o'z ishini qilyaptimi? Masalan, mana shu bizning sog'liqni saqlash haqida vazirlik, bizning to'lagan soliqlarimizdan oylik olyapti ular. Bizlarga shu mayli adashganlarga yo'lga solyaptimi? Piva yaxshi emas, ko'p ichmanglar, ichmas. Kamroq iching, xullas reklama qilmang desini ichmasa. Mana shuni haqida gapirmoqchiman, o'g'aylar. Bularni men yoshlarimizga juda zarari ko'p bo'ladi-da. Yoshlar ishonuvchan, mana shunday davlatda o'zi reklama qilib yopti, shunday bayramlar qilib yopti, festivallar qilib yopti. Olamizda deydi. Yaxshilikqa ketkizgan pul, ketkizish kerak bo'lgan pulini bu narsaga ketkizib qo'yam. Keyin mana yana bitta nozik masalada. Bu pivani nimasi desak, men ozmoz o'rganib chiqdim-da. Oilalarda yaxshi oila bo'lishga putur ketkazadi. Chunki piva ichgan odam, gap to'g'risini aytsam, 18 yoshar yigitdagidayin, 20 yoshar yigitdayin baquvvat bo'lmaydi. 30 yoshar yigitlari bir 40 yoshar yigitdek bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu erkakliklarga ancha zarar qiladi. Buni doktorlardan ham so'ranglar. Bu zarar qilingandan keyin o'sha erkakka oilani, xotinini masalan mehri bo'lmaydi. Yaxshi uxlamagandan keyin. Gap to'g'risi. Mehri bo'lmagandan keyin uyda urush janjal kelib chiqadi. Parokandalik bo'lishi mumkin. Xullas, sog'liq buzilganligidan ayolda o'zini ham sog'ligi buzilaveradi. Asablarga tegadi, erkakda o'zini ham asabiga tegadi, xotini yomon gapirib qo'yadi. Chunki yaxshi uxlamagandan keyin ana shu gaplar kelib chiqadi. Bu uni hozir qancha odam mana bolasi yo'qlar haligi eko qildirishga turishadi. Men eko doktorxonaning oldiga ko'rganman, juda odam ko'p keladi. Ana shular zarar, ana shu erkaklarda bolasi bo'lmasligiga yoki sog'lom bir baquvvat bolasi bo'lishligiga zarar qilib qo'yadi. Chunki kasalmand bolalar tug'ilsa, topgan puli ketin ana shu haligi doktorxonaga kasal davolashga ketadi. Ular orzu havas qilib chet ellarga dam olishga bora olmasa, bir chiroyliroq mashina mina olmasa, yaxshiroq chiroyli uyda qilib yota olmaydi. Chunki topgani kasalchilikka ketib qoladi. Shuning uchun bu pivaga ko'p qiziqmaslik kerak. Shu aynan shu piva haqida gapiryapman hozirda. Buni foydasi kam.
Bitta ikkita ichaman degan odam har qayta magazinda yopib qo'ysangiz ham ichadi ular. Shuning uchun ular reklama qilmasligimiz kerak. Reklama qiling va aytdimki, yaxshi bir foydali narsalarni, organizmga juda foydasi bo'ladigan narsalarni. Mana masalan, palovni, qo'y go'shtidan palovlar qilinsin desin, dag'in yeyilsin, lekin normal darajada, ko'p qilmasdan reklama qilib katta olishlar u ham xunuk bo'lyapti. Odamlar o'zini o'zi zarar qilib qo'yib, kulgiga qoldiryapti bizlarni. Ana shunday. Hammasiga chiroyli yechim qilishimiz kerak. Chiroyli reklamalar qilishimiz kerak. Foydasi bor narsalar qilishimiz kerak. Bularga chet eldan kelganliklarga qilib beramiz, ular kuladi ham. Bular masjidlar hamma tomonda masjid deydi, namoz o'qiydiman deydi. Musulmonmiz deydi. Bularning diniga bu narsa yo'q-ku deydi. İçişti yo'q-ku deydi. Hatto bizlarning dinda ham yo'q-ku deydi. Shu bizlarda reklama qilinmasligi mumkin deydi. Bu reklamalar qilyaptidan ular kulishi ham mumkin. Chunki ketib obro'yimiz yo'qolishi mumkin. Shuning uchun bular bo'lmas ishlarga kalani qotirmasligimiz kerak. Reklama qilmaslik kerak, bevaga o'xshagan narsalarda yaxshi narsalarni reklama qilish kerak. Qilingan taqdirda ham xalqimiz ishonsin, bormaslik kerak. Bolalar ham shu narsalarga kamroq e'tibor qaratish kerak. Gaplaringiz bo'lsa yozingizlar, chunki juda mahkam gaplar gapirmoqchiman bu yerda. Ko'p gapirishni xohlamayapman lekin. Salomatlik tilayman sizlarga.